20% odamlar semiz ayollari yoqtiradi, bu fikrga qo'shilmayman. Aksariyat hollarda 95% odam ozg'in insonni yoqtirsa, 5% semiz. Masalan, men semiz ayolga uylamagan bo'lardim. Ajelaxon, xafa bo'lmang, bu sizga motivatsiya bo'lishi mumkin. Meni qiyofamni eslab qoling. Semiz qizlar yoqmaydi erkaklarga. Agar yoqqanda shu 20% ichidan solgacha turmush qurgan bo'lardingiz. Chunki mana men nima demoqchiman? Siz ayolga bunaqa gapirib, erkak sifatida fikrini aytyapsiz deb biz hozir o'ylamyapsizmi? Yo'q, rasmiyatchilik to'g'ri, qilishimizdan lekin ko'ra ayolga bunday 80% ichidadilar gapirish qanaqa? Yo'q, lekin yo'q, hozir meni gapim ijobiy. Bir kun balki menga rahmat aytarlar bu aktrisamiz. Siz juda ham chiroyli aktrisasiz. Agar olsangiz bundan da dilbar bo'lishingizga men ishonaman. Bizlarni borlaricha shundayligicha yaxshi ko'ramiz. Yo'q, endi shundoqlicha deydigan bo'lsak, biz motivatsiya bera Bola olmaymiz. yetadi. Ona bo'lishlari kerak, ona bo'lishlari kerak. 2 oy ichida 30 motivatsiya yetarli. Bu juda katta natija. Shunda qotadi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, men ishonyapman, siz uddalaysiz. Bitta narsani esingizdan chiqazmang. Organizmga uglevod kerak bo'ladi, belok kerak bo'ladi. Ko'p narsalar kerak bo'ladi. Men mutaxassislar bilan ishladim, endokrinolog bilan, dietolog bilan, trener bilan ishlagandan keyin hamma narsani uyda o'tirib olib, grechkani qattiq bo'ktirib yeyishdan ozmaydi hech kim, aytib qo'yaman oldindan. Hamma narsani gрамотно maslahatlashgan holda chiroyli ozish kerak. O'shanda kompleks bo'lmasa bu qiyin. Bir xil aytadi, umuman suv bilan ozdim deganlarni eshitdim. Och qolib 21 kun och qolib ozdim deganlar ham bor. Hammani organizmi har xil. Lekin yana bitta gapingizga aytaman, menda kuyovlar juda ko'p bo'lgan, tanlash huquqmanda. Shuning uchun tanlab olmasiz, o'ylamang, 40 ga yo'lga tegmayapsiz.